Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Bir inson vafot topgan bo'lsa, unga rahmatlik yoki marhum deb aytishlik joizmi? Avvalambor bir inson vafot qiladigan bo'lsa, bu inson jannati bo'ldimi yoki bo'lmadimi? Jahannam ahlidan bo'ldimi yoki bo'lmadimi? Bizga bu qorong'u. Bu narsani qachon qiyomat qoyim bo'lib Alloh taolo hisob kitob qilgandan keyingina biz bilamiz. Shuning uchun bir inson o'lgandan keyin unga marhum yoki rahmatlik deb aytishlik joiz emas. Nimaga? Chunki rahmatlik degani Alloh rahm qilgan degani. Marhum degani arab tilida Alloh rahm qilgan degani. Biz bir inson o'lgandan keyin Alloh taolo uni rahm qildimi yoki yo'qmi, kechirdimi yoki yo'qmi bilmaymiz. Chunki marhum yoki rahmatlik uni rahm qilingan degani. Alloh taolo uni rahm qilgandan keyin albatta jannat ahlidan bo'ladi. Shuning uchun bir inson vafot topadigan bo'lsa, biz uni joylari jannatdan bo'lsin, Alloh gunohlari kechirgan bo'lsin, Alloh taolo rahm qilib jannat ahlida bizni ular bilan birga jamlasin degan chiroyli duolarni qilamiz nomiga. Ammo rahmatlik, marhum deb aytishlik joiz bo'lmaydi, chunki bu guvohlik berishlik. Uni Alloh kechirdi, Alloh rahm qildi uni degani bo'lib qoladida, biz bu narsaga g'ayb ilmini bu inson o'lgandan keyin nima bo'lganligini bilishlikka qodir emasmiz. Hatto sahobiylar ichida ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqatgina hayotida tirik bo'lib turib jannat ahli ekanligi haqida bashorat berilganlarga marhum rahmat qilingan deb aytsak bo'ladi, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari xabar berganlar. Ammo hatto qolgan sahobiylarni ham hech kim mana bu jannat ahlidan, mana bu rahmat qilingan, gunoh kechirilgan zot deb ayta olmaymiz, chunki bu nima? G'ayb ilmidan o'lgandan keyin nima bo'lishligi bizga qorong'u. Demak, biz bir inson o'ladigan bo'lsa, unga rahmatni, mag'firatni tilab kechirsin Alloh, joylari jannatdan bo'lsin. Inshaalloh Alloh taolo shahodatini qabul qilsin deb aytamiz, ammo rahmatlik, marhum deb aytishligimiz joiz bo'lmaydi. Allohu a'lam.